Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Jo'xa Kod kanali va men bugungi videoda sizlar bilan HTML darsliklar 3-qism, ya'ni 3-dars. Xo'sh, akalar, bugun biz formula bilan ishlashni o'tamiz. Ya'ni biz yozuvni strukturash kerak va form bu yerga kelamiz. Form nima? Form bu foydalanuvchilardan ma'lumot olishning maxsus qismi. Ro'yxatdan o'tish, izoh qo'yish, qidiruv o'ynash va hokazo. Keyin forumlarni teglari. Forumlarda forum tegi bor, forumni boshlash. Input tegi bor, ma'lumot kiritish maydoni. Keyin label tegi bor, ma'lumot nomi. Button bor, bu tugma. Select tanlov ro'yxati, text array, ko'p qatorli matn. Hammasini bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Form bu boshlash, ichidan input nima qildim? Input idisi kerak emas, lekin input bunga masalan input ko'rib o'tsak, input mana suratga joy. Mana короче narsa. Hop, inputni keyin label unga label nimaga ishlamadi? O'rga nima qilardi u? O'zim uchun bitta bo'ladi. Nimagadir ishlamadi-yu. Nima yozib ko'rayim. Ayyo, короче, vaqti kelganda tushuntirib o'tib ketaman. Button bu, button tugma. Bosing deb qo'ysak, bosib tashlanglar, serverga yuborish, uni bilan ishlar bilan shug'ullanasiz. Bu select bo'lgan. Select. Mana bu tanlov imkoniyati. Selectda 3-4 ta select yaratib qo'yish, adashmasam shunaqa qilish kerak. Ayyo, короче ishlatish mana text array bu nima desam endi? Kommentariy. Как YouTube'dagi kommentariy. Mana buni xohlasang kattaytirib, xohlasang kichraytirib tashlashim mumkin. Xohlasam uzun qilaman, xohlasam cho'zib qilaman. Tushib ketadigan. Xo'p, короче mana shunaqa text array. Keyin bizda inputimizni typelari bizda oddiy bo'ladi. Input typelari biz qaytadan form ochamiz. Input uchun. Inputni keyin text ko'rdik, bu obisni. Keyin bizda password. Keyin password mana shunaqa narsa ko'rinmaydi yozganlaringiz. Keyin passwordda hozir bir narsani tushuntirib o'tsam. Placeholder degan narsa bo'lsa-da. Placeholder. Bunga password deb yozib ketsam, bu yerda mana bularni maxfiy so'z, ya'ni ne saqlaymiz. Показать originalni bo'lsam password deb ko'rib turadi. Lekin buni belgilab olmaydi, yozmaydi. Ustida yozsam bu so'z o'chadi. Placeholder degan vazifani bajaradi. Xo'sh, password ko'rdik. Input emailimiz bor. Emailga ham
placeholder email. Bu email, ya'ni bu yerda hammamiz biladigan gmail.comni yozmaguncha bu serverga yubora olmaydi. Xato deb chiqarib turadi. Bu vaqtida kerak bo'ladi. Gmail debman buni ham gmail etib. Mail. Короче, mana shunaqa narsa. Hop, keyingisi number bor. Mashinanga input mashina hozir mashinada birov bo'lib turay. Hoppa, keyin bizda number bor. Number placeholder number. Men 1 2 3 4 5 bunga sondan boshqa hech qanaqa so'z yozilmaydi. Har doim shu birlar bilan bo'lsa i yozilib ketadi. Qanaqa qilganingiz? Nimaga ishlagan? Boshqa harf yozilmaydi. Ana i bosib ketadi. Nimaga? Yo bir marta i ishlatish imkoniyati bor deganimi? Keyin bizda data bor, file, radio, checkbox. Bularni mayli bittasini ishlatib ko'ring. Input, stop. Bizda mana bu. Input type file. File'ni ko'ring. Hoppa. Bundan nima chiqadi? Gist file. Ya'ni siz bunga fayl yuborishingiz mumkin. Bu saytga hozir ishlamaydi. Bu serverga yuborib, keyin qaytarib nima qiladigan u bekendda bor. Xo'sh, mana shunaqa. Keyin bizda datani aytgandim. Data bu sana tanlash. Masalan, tug'ilgan kuninglar, oyinglar hamma narsa bilan chiqib keladi. Radio bitta variant tanlash. Radio masalan 3 ta dumaloq. Radio bu dumaloq narsa, uni ko'rsatib mayli. Radio keyin mashindan 3 ta bo'lsin. Bu tanlash imkoniyatini beradi. Mana buni o'chirib bo'lmaydi. Bu tanlash faqat bir marta beriladigan tanlash. Bunga type yozib bu yoq qilib, bizni tanlaganga birsi o'chadigan qilsa bo'ladi. Keyin inputga type yozsak, bu yerga checkbox bor bizda. Checkbox bu bir nechta tanlash imkoni. 2-3 tasini tanlab qo'yib ketaverasizlar. Hop. Keyin bizda o'shanda ko'rib chiqsak, forma bu foydalanuvchidan ma'lumot olishdan muhim vosita. Formani to'g'ri yaratish UX uchun juda muhim. UX muhim kerak. Keyin bizda bor table. Bizda bor table. Xo'p, tablelarda table bir jadval. HTMLda jadval nima? Jadval bu ma'lumotni satr va ustun shaklda joylashtirish usuli. Reyting, narx, ro'yxat, dars jadvali va hokazoda ishlatiladi. Jadval strukturasi bor. Agar uni strukturasini rasmda ola olsam, ekranida chiqgan bo'ladi, olmasam yo'q. Strukturasi table, tier, td, th. Buni ham ko'rsatib ketaman. Bu forumning ichida emas, bu forumdan tashqarida. Yozsak table. İçinde td. Allah. Meşhur tepkilik olaydı. Tamam. Sizlar farkını bilishinglar uchun, lekin o'zi bu yerda bu so'z yozilishi kerak emas. Buning ichida th va th va
TD bilan tushuntirib o'tsam. Table jadval yaratish. Tablesiz bu jadval bo'lmaydi. Tier satr, yangi satr, ya'ni row. TD oddiy hujayra deb berib qo'ygan, lekin oddiy matn. Tqash esa sarlavhali matn. Xo'p, keyin bularni hozir ko'rib chiqsak, masalan, bizda 3-4 ta TD bo'lsin. Bu TD bilan tqashning farqini tushunib olishingiz uchun bu mana. Hop. Mana hech nima chiqmadi. Endi mana shu bu tqash, bu TD. O'sha farqini hozir siz bilinglar. Ungacha men table'ga biz bu chiqishi uchun biz table'ga border berishimiz kerak. Border 1 masalan yoki 2. Bu 2. Qalinroq. Bir yuqori, короче, esnaqa. Xo'p. Keyin mashindan bu TD'dan 3-4 ta bo'lsin. Mana esnaqa bu sarlavha bo'lib turadi. Bular TD. Xo'p. Mana esnaqa deb yasaladi strukturasi. Jadval ustiga masalan mana shu mishkada ko'rsataymi, mana shu kichkina qatoriga umumiy sarlavha berish mumkin. Bu yerda masalan caption yoziladi. Caption nima desam? Jo'xa kod. Mana bu caption. Qayerda yozsanglar ham bu ustiga chiqib, ustiga chiqib turaveradi. Keyin bizda nimalar uchun qatorlar uchun call span va row span degan narsalarimiz bor. Bunga beramiz call span 2. Bunga beramiz row span 1. Yo'q, 1 o'zi ijtimoiy xalqimizga 3. Mana bu row span tushunishingiz uchun bu yog'ini egallaydi. Call span bu yog'ini. Hop. Endi bu nimaga to'g'ri joylashmaydi? Buni to'g'ri joylashtirish uchun nima qilish kerak? Bunga CSSga jadvalga style berish bu CSS orqali qilinadi. Chiroyli bo'lib turadi. Bu yerga agar qiladigan bo'lsak, agar mana bu ikkita chiziq bo'lyapti, o'shani bitta qilaman desanglar, bu yerga border collapse yozish kerak. Border collapse. Nimaga chiqmayapti qisqasiga? Collapse. Mana bo'lishi kerak edi. Afsuski buni olib tashlashgan menimcha, balki safar ham chiqmagandi. Xo'p. Mana shu temalar bugun sizlar bilan biz o'tdik. Jadval strukturasi, inputlar, ya'ni ma'lumot olish, foydalanuvchidan ma'lumot olish va button, textlar, cycle, mana narsalar. Jadvallardan xulosaga keladigan bo'lsak, jadval ma'lumotlarni tartibga solish, tartib bilan ko'rsatish vositasi. Jadvalning strukturasi juda oddiy. Table ichida tr, uning ichida tqash. Juda oddiy. Table, tr, td, tqash. Menimcha bugunga yetadi. Albatta, video yoqqan bo'lsa like, komment kutib qolaman sizlardan. Salomat bo'lasizlar. Xo'sh akalar, qisqacha yangilik. Men bu 5-darsdan boshlab barcha videolarda ishlatilgan fayllarni Telegram kanalimga tashlab boraman. Va Telegram kanalimni skachas qilib o'zlaringiz sinab ko'rishingiz mumkin.